Sizlar bilasizlar, o'tgan yili men islomni dinini qabul qildim. Shu yil men birinchi marta ro'za tutyapman. Ramazon oyi munosabati Avlod Cherry kompaniyasi bilan biz birga odamlarga ehson qilishga niyat qildik edik. Mana shu kun keldi. Kim bir ro'zadorni iftor qilib bersa, Alloh taolo bunga 3 ta narsa beradi. Bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta narsa beradi. Buni hamma gunohini qilib kechiradi. Buni do'zaxdan ozod qiladi. U odam do'zaxga tushmaydi, do'zaxga kiradiganlarning daftarini o'chirib yuboradi.